Barchaga assalomu alaykum. Zamonaviylar kuzatuvchilari, siz uchun ajoyib yangilik bilan chiqyapman. Samarqand shahridan zamonaviy remontga ega bo'lgan xonadon qidirayotganmidingiz? Unda siz uchun ajoyib yangilik va taklifim bor. Samarqand shahar Rodaki ko'chasi, ya'ni kirpichkada joylashgan 3-qavatda 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Demak, biz xonadonimiz obzorini boshlaymiz. Kirish qismidan e'tibor qarating, kattagina oyna, mebellari bilan, ya'ni kladovka. Kirib, bemalol mehmonlaringiz kiyimlarini joylashtirishi mumkin. Biz esa navbatdagi xonamizga o'tamiz. Bu bizning mehmonxona holimiz. E'tibor qarating, bu yerda ham kattagina shinamgina televizor. Har bitta detaliga alohida e'tibor qaratilgan. Xonamizda konditsioneri ham mavjud. Qimmatbaho mebellar, pardalar, albatta barchasi did bilan qilingan. Bu esa bizning yotoqxonamiz. Yotoqxonamizga ham e'tibor qarating, oyna ham tushgan, hech qanday gulxo'y xonasi yo'q. Bu esa shkafimiz. Zamonaviy, juda ham sifatli mebellar bilan jihozlangan. Demak, biz esa oshxonamizga yo'l olamiz. Oshxonamiz ham chiroy bilan alohida e'tibor qaratilib qilingan. Bu yerda ham texnikamiz bor. Xolodilnik, mikrovolnovka, duxovkamiz, kir yuvish mashina, gazli plita, vyteshka, xullas qilib aytganda barcha sharoitlari qilingan. Biz esa navbatdagi xonamiz, bolalar yotoqxonasi. Bu yerda mebel qo'yishingiz mumkin. Keyingi manzilimiz esa bu yuvinish xonasi. Yuvinish xonamizda ham dushovaya kabina, ariston va qo'l yuvish rakvinalari. Eslatib o'taman, xonadonimizda tepli pol qilingan barcha xonalarida qolaversa zamonaviy mebel texnikalari bilan birgalikda sotuvga chiqqan. Umumiy 59 kvadratdan iborat 3 xonalik uyimiz narxi 63 ming dollarga baholanyapti. Albatta savdosi mavjud. Kimga agar qiziq bo'lsa, ushbu xonadonimiz ekranda raqamlar qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.